Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 15 may 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 98 so'm 6 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 11.975 so'm 36 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.197.536 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.8% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 56 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 162.910 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 0.5% ga oshdi. Qozog'iston tengesi 48 tiyinga tushdi. 1 Qozog'iston tengesi 25 so'm 24 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qozog'iston tengesi 25240 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qozog'iston tengesi 1.9% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 10 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 73 Rossiya rubli 51 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7350 Rossiya rubli 91 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2.3% ga tushdi.